Salom barchaga. Bugun oltinni analiz qilamiz. Qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz biz oylik time frame'da qancha 1,5 yildan beri, deyarli 1,5 yildan beri to'xtovsiz o'sishdan qaranglar. Minimumlar haligacha buzilmagan, buzilib past yopilmagan. Minimumdan kelgan va narx buzgan va tepada yopilgan minimumlar hech biri hali buzilmadi. Mabda kuchli qulashda ham, hattoki kuchli qulashda ham minimumlar buzilmadi. Bizda maksimum bor. Bizda oxirgi minimum bor. Biza hozir oltin kelajakda nima bo'ladi? Haftalikka o'tamiz. Haftalikda mana maksimum va minimumlar ham o'shanga to'g'ri keladi. Belgilab olamiz. Hattoki haftalikda ham minimumlar hali buzilmadi deyarli. Mapda qaranglar, mapda flatdan keyingi o'sishdan minimumlar mana oxirgi minimum va o'sha kuchli qulashda ham minimumni buzib turib tepada yopildi. Mana oxirgi minimumdan tepada yopildi. Undan keyin minimumlar buzilmadi. Mana minimum va mapda ham minimumlarni tegiga kelib yopilib va narx tepada ochilib va yana narx ketdi. Shunday kuchli o'sishdan keyingi va kuchli qulashda ham hattoki minimumlar buzilmadi. Mana oxirgi minimum bo'ladigan bo'lsa, va o'sha minimumdan tepada yopildi o'tgan hafta. Xo'sh, endi nima qilamiz desanglar, endi bizda maksimum va minimum bor. Biz haftalikni ko'rdik, endi kunlikka o'tamiz. Biz kunlikdan bizda kuchli narx darajasi bor. Mapda kunlikdagi maksimum va bizda minimumimiz bor. Va minimum va maksimumlar ham juda ham kuchli narxlar hisoblanadi. Biz endi yana kichik time frame o'tamiz. 4 soatlik time frame. 4 soatlik time frame'da nimani ko'ryapmiz? Bizda lokalniy maksimum va minimumlar bor va globalniy maksimum va minimumlar ham bor. Bizda lokalniylar bor. Hozirda lokalniylar muhimroq hisoblanadi. Bizani ishlashda bu qanaqa, masalan hozir ikkita minimumni olamiz, birlashtirib olamiz. Bizda nima hozir kelajakda nima qanday harakat bo'ladi? Bizda hozir shu bugun yo ertaga, может keyingi haftada bizda oxirgi mana maksimumda juda ham kuchli qarshilik zonalari, support zonalar hamma mana shu 5100lar atrof, 5090lar atrofida kuchli zona hisoblanadi. Bu agar bizning narximiz, hozirgi narximiz kelib tepada yopilsa, agar sebichamiz tepada yopilsa, biza katta ehtimol bilan tepada yopilsa, mana qilib sebichamiz tepada yopilsa, agar mana shu tepada yopilsa, keyin biza deyarli mangacha bayga ishlasak bo'ladi. Albatta bu srazu ketmaydi. Mapda o'sadi. Atkat bilan mamta qilib davom ettirishi mumkin trend. Va bizda o'sha eng qulay narx mana shu zonalardan yana mana shuncha atkat kutsak bo'ladi. Xullas mana shu g'oya. Agar biza mapda yopilmasdan, hozir maksimumni buzmasdan pastga ketadigan bo'lsa, mabdan biza bitim ochib risk qilish imkoniyatiga egamiz. Ma'lum foiz, masalan 5%, 4% risk qilsak bo'ladi. Mana shu sotib olish bayga albatta mana shu zonadan sotib olsak bo'ladi.
agarda biza bu zonamizni buzib o'tadigan bo'lsak, buzib pastga yoqiladigan bo'lsa, mana bu switchga biza retestini kutgan holda selga oltinni selga ishlab olsak bo'ladi, taxminan mana shugacha. Undan keyin nima bo'ladi? Может mapga tushar, может mapda tushib turib, mapda yana davom etishi mumkin. Xullas, mana shu g'oya, oltinda mana shu g'oya. Shunga qarab harakat qilinglar. Bizda hozir eng kuchli maksimum zabor mana shu narx 5093 narxlar, mana shu narxdan yuqorida yopilsa agar mana bu switchadek narx tepaga ketishi mumkin. Yoki agar tepada yopilmasa, bizda narx minimumlarni buzib mana bu zonagacha 4980 largacha 80-70 larga kelib, bizda yana bayga signal qidirsak bo'ladi. Agar uni ham buzib beradigan bo'lsa, mana bu testidan biz selga signal qidirsak bo'ladi. Oltinda g'oya shunaqa. Kimda qanaqa fikrlar bo'lsa, kutamiz.